Uchinchi mustaqil ishimiz mavzusi xorijiy davlatlarning elektron raqamli imzo algoritmlari tahlili. Ushbu taqdimotda xorijiy davlatlarda ishlatilayotgan elektron raqamli imzo (ERI) algoritmlari, ularning standartlari, xavfsizlik xususiyatlari va amaliy tatbiqlari haqida ko'rib chiqamiz. Maqsad turli yuridik, texnik yondashuvlar va huquqiy bazalarni solishtirish orqali milliy ERI strategiyasini takomillashtirish uchun aniq tavsiyalar berish. Kirish. Elektron raqamli imzo (ERI) nima va uning ahamiyati? Elektron raqamli imzo raqamli hujjat va transkripsiyaning yaxlitligi, mualliflikning va bekor qilinmasligini ta'minlovchi kriptografik mexanizmdir. Davlat va xususiy sektorlarda quyidagi jihatlar uchun juda muhim hisoblanadi. Qonuniy tasodiqi, hujjat sudda, auditda yoki tranzitsiyada ishonchli dalil hisoblanadi. Onlayn xizmatlar, bank, soliq, sog'liqni saqlash va elektron hukumat, internet, xalqaro hujjatlar va sertifikatlar almashinuvi, xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. Bugungi kunda ERI nafaqat texnik vosita, balki huquqiy institutlar tizimi bo'lib, uning samaradorligi algoritm tanlovi, kalit boshqaruv va qonun normalari bilan belgilanadi. ERIning asosiy tushunchalari va texnologiyalari. Asimetrik kriptografiya. ERI asosan asimetrik kriptografiya asoslanadi. Private key bilan imzolanadi, public key bilan tekshiriladi. Bu mualliflik va butunlikni takrorlaydi, ya'ni kafolatlaydi. Hash funksiyalari. Hash katta hujjatni qisqa, o'zgarmas hujjatga aylantiradi. Imzo hash qiymati ustida ishlaydi. Bu jarayonni samarali qiladi. Sertifikatlashtirish. Public key informatsion sertifikatlari AI orqali kalitlar va ishtirokchilar obrazini boshqaradi. Keyingisi AQShning ERI standartlari DSA va DSA. AQShda keng tarqalgan yondashuv milliy standartlar orqali shakllanadi. DSA va ERI DSA algoritmlari. DSA klassik DSA 1990-yilda joriy etilgan modulyator arifmetikaga asoslangan. Hozirgi holatda ERI-DSA va EDDSAga qaraganda katta kalit o'lchami talab etiladi. ECDSA va SS. Bu bir xil xavfsizlik uchun kichikroq kalitlar, tezroq operatsiyalar, kamroq resurslar talabiga ega. Mobil va iOS uchun ma'qul. NIST tavsiyalari. NIST standartlari imzo usullarini, hashlashni va kalit boshqaruvlarni belgilaydi. Post qonun kriptografik bo'yicha taqdimotlar davom etadi. AQShda PKI va CI tizimlari xususiy sektor va hukumat orasida keng qamrovli hisoblanadi. Yevropa Ittifoqining ERI yondashuvi. eIDAS miqyosida ishonchli elektron identifikatsiya va imzo xizmatlarini tartibga soluvchi hujjat hisoblanadi. Eng yuqori yuridik kuchga ega klaviaturangda imzo qurilmasi talab etiladi. Imzo mualliflik va hujjatlarning o'zgarishlarini kafolatlaydi, lekin QoS kabi qat'iy talablari yo'q. Oddiy elektron imzo elektron ma'lumotlar imzolashning eng keng qamrovli, kam darajadagi ishonchli shakli hisoblanadi. eIDASning kuchli yuridik ham texnik jihatdan eIDAS ichida EDDSA va RSA kabi algoritmlar bilan bir qatorda klaviatura kvalifikatsiyalangan qurilmalar va PKI talablariga katta urg'u beriladi. Rossiya Federatsiyasi ERI algoritmlari. Rossiyada milliy kriptografik standartlar GOST oilasiga asoslangan. GOST R34.10 raqamli imzo algoritmi. Elliptik egri chiziqlar yoki boshqa GOST mexanizmlariga tayangan variantlar bilan ishlaydi. GOSTning xususiyatlari bular: Rossiya milliy talablari va standartlariga mos keladi. Davlat infratuzilmasida keng qo'llaniladi. Milliy GOSTning afzalligi tashqi nazoratda mustaqillik va davlat-xususiy xavfsizlik talablariga moslashuvchanligidir. Keyingisi Sharqiy Osiyo davlatlarining ERI amaliyoti. Xitoy va Janubiy Koreya. Xitoy va Janubiy Koreya elektron imzo va raqamli identifikatsiya sohasida teng rivojlanmoqda. Biroq yondashuvlar turlicha. Xitoyda markazlashgan hukumat boshqaruvi. Koreyada bozor va hukumat hamkorligi kuchli. Xitoy markazlashgan yechimlar. Xitoyda hukumat tomonidan boshqariladigan ID va sertifikat tizimlari mavjud. Janubiy Koreya mobil sertifikatlar va bozor yechimlari. Koreyada mobil sertifikatlar va banklar bilan integratsiyalashgan PK tizimlari keng tarqalgan. Foydalanuvchi tajribasi va tijorat yechimlari. Mobil singellari mavjud.
Keyingisi qiyosiy tahlil, xavfsizlik darajasi va qo'llanish sohalari. Xavfsizlik profili, keyin samaradorlik resurslari, qo'llanish sohalari. esa keng tarqalgan ammo katta kalitlari Ghost milliy auditoriyaga mos va sertifikatlashgan. Post-kvantun tahdidlar barchasidan muhim, masalan, samaradorlik va resurslar. Bunda ACES algoritmi mobil va iOS uchun eng maqbul, kam CPU va xotiradan joy egallaydi. Keyingisi global AI trendlari va kelajak istiqbollari. Bular AI ekotizimi tez o'rganmoqda. Quyidagi asosiy trendlar kelajakni belgilaydi. Post-kvantun kriptografiya, huquqiy harmonizatsiya, mobil va biometrik integratsiya, decentralized identification, kvantga chidamli algoritmlarga migratsiya. NIST tomonidan tanlangan PK algoritmlar muvaffaqiyatli AI dizaynidan foydalaniladi.